Hurmatli tadqiqotchilar, yana bir bor assalomu alaykum. Boya yuqoridagi videoda mm, oldingi o'sha maqolamni bu jurnal ko'rsatmalariga ko'ra formatlab chiqdim va endi hozir maqolani topshirishni jarayonini boshlaymiz. Bu yerda birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olish kerak. Hozir man bu submission tizimidan ilgari ro'yxatdan o'tgan o'tmaganimni eslolmayapman. Author loginni bosamiz. Bunda Register Now orqali birinchi mm, ORCID raqamimiz orqali ro'yxatdan o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Mana endi title doktor, middle name kerak emas, Fayzieva, degree, ORCID raqami bor. Lavozim Toshkent International University. Chaqirishchi sifatida bormisiz deyapti-da. Yo'q. Qiziqishim bo'yicha kalt so'zlar qo'shishimiz kerak. Bu yerda bermas ekan kalt so'zlarni. Please indicate your areas of expertise either by selecting from the predefined list using the select personnel classification. Qani select personnel classification. Menimcha shu yetadi. Hozir yozarmidim bu yoqda. Username. Shuni
Pochtani o'zini yozib qo'yaveramanmikin? Pochtani o'zini yozdim. Username'ga yoki bunday qilsam ham bo'ladi. Parol qo'ydim. Title doktor. Yassar Soda. Fayziyeва. Pochtam. Ursit raqamim. Yo'q, kimyo bo'lib tushib qolibdi. Boyagini o'qimadim ya, yaxshi. Password cannot be the same as a user's first or last name. Bunaqa emas-ku. 8 ta belgidan. Privacy policy'ga галочка qo'yamiz. Continue. Pochtamizni tekshiramiz. Confirmation kelgan. Registratsiya qilganligim to'g'risida. Pasport parol o'zgartiradigan bo'lsam, bu yerdan o'zgartiraman. Mana bu orqali tasdiqlab qo'yishim kerak. Mana submit manuscript bosaman. Endi login parol bilan kiramiz. Endi login parol bilan kiramiz. Endi submit new manuscript. Birinchi article type'ni tanlaymiz. Bizniki research paper. Bosamiz. Endi please provide a single file containing your manuscript now. Data included in your manuscript may be used to populate information for you later in the submission process. Browse. The manuscript without author info. Yo'q, endimikan? Mana. Mana endi tushdi. Boya nega tushmadi ekan? Boya nega tushmadi ekan bu? Proceed. Bunda уже buni belgilashimiz kerak ekan.
Ha, buni belgilab qo'yishim kerak ekan. Tushunarli. Galochka chiqyapti, demak endi to'g'ri bo'lyapti. Review preferences. Please suggest potential reviewers for the submission and provide specific reasons for your suggestion in the comments box for each person. Um, Maqola submit qilayotganimizda shunaqa bizga imkoniyat beriladi. Mana shu maqolamizni faqat mana bu O'zbekistondan emas, xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan qaysidir bir mutaxassislar yoki mutaxassis aynan shu raqamli iqtisodiyot bo'yicha deylik, tekshirib berishi mumkinligini bildirishimiz mumkin muharrirga. Muharrir buni qabul qilishi ham mumkin, qabul qilmasligi ham mumkin. Please note that the editorial office may not use your suggestions, but your help is appreciated and may speed up the selection of appropriate reviewers. Bersak, qabul qilmasligi ham mumkin, lekin baribir agar mosroq taqrizchini taklif etadigan bo'lsak, qaysiki u bizni tanimaydigan, jarayonni tezlashtirishimiz mumkin ekan. Bu menimcha ixtiyoriy bo'lsa kerak. Proceed. Additional information. Are you or any of your co-authors funded by the Research Council? No. Please provide the word count of your manuscript. Nechta chiqqandi? Raqamni yozishim kerak ekan. Manuskriptdagi so'zlar 8000 8018 ta. If your paper is found to be unsuitable for this journal, are you open to the possibility to transfer it to a related journal published by us? Agar maqolangiz bizni maqolamiz jurnalimizga mos tushmasa, biz tomonimizdan transfer qilib boshqa jurnalga o'tkazasammi, biz tomonimizdan deyapti. Ya'ni maqolamiz bularga bu jurnalga ma'qul bo'lmasa, bular boshqa jurnalni taklif etishi mumkin. Tushunishim bo'yicha by us deyapti, biz tomonimizdan transfer qilishga, maqolani ularga topshirishga deyapti. Agar masalan yes please indicate your preferences desam, u bizni jurnalga masalan bu jurnalga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, boshqa jurnalni taklif etishi mumkin. Please indicate the journal yoki journals you are willing to consider to the transfer. O'zim xohlagan transfer qilishim, bu jurnaldan tashqari qaysi jurnalga transfer qilishni xohlashim mumkin. Economics open degan ekan, gold open access in none of the above, but willing to consider other options. Galishga qo'yaman.